7 günü so'ygan qo'yimizni kanari yo'q holatda uyda qanday parchalaymiz? Bir tal embel, bir tal asal bekitida. Yig'ilgan afkam birlikda tang parchalaymiz, ha? Avval qo'yni mashina qo'yib olamiz. Qo'yib olgandan keyin sol qo'limizdan tutib, oldi qo'lni mana mush ajraydigan mishaga uramiz, ha? Agar oldi qo'li go'sht jig'ira chiqsin desak, qo'g'i yandab uramiz. Agar normal holatda chiqsin deb o'ylasak, mana ikkisining ajraydigan ursak bo'ladi, ha? Mana mashalat urib bo'lgandan keyin chiqirgan bezlarni tafsili chiqib ko'rsatma. O'zinglar oldirmay qo'l silib, mashg'ulot qilib baqsanglar bo'ldi. Mana mashadan bir tal bez chiqdi. Bu hammamiz tunishlik bo'lgan bu yandan beqiniga eng cho'ng hisoblangan bezdan birisi. Bundan keyin mana yuzida bash bezni evatimiz. Bu tugangan buni qozon soldigan ahvollar bo'lib qolsa, o'gishni ajratsak bo'ldi. Bir cho'gildirib tutlar. Bassanglar chiqdi. Endi mashalatda bu oldiqon chiqarib bo'lgandan keyin mashinani dal boy sağgan yeriga pichoqni ursanglar, bu oldiqon chiqdi. Endi o'xshash bezni yutimiz. Mana shu bu yandagi bezi. Buni yap bo'lgandan keyin yuzga bezni yutimiz. Bir ko'ramiz, ha. Ko'rib bo'lgandan keyin besvasel chiqdi. Bu tugaga qanday qilamiz deganda, to'shni yutimiz, ha. To'shni olgan vaqtimizda bu ichki yon qarasanglar bo'ldi. Misham chiqqan bez bor. Hozir bir yandan chiqdi, yana bir yandagi bez nerede qoldi deganda, mushu ajat qaynagandan dal mishal qilib qoldi. Mana chiqarsak bo'ldi. Mana. Mushu. Buni elvatdoq to'sh chiqib bo'lgandan keyin endi qanday qilamiz deganda, qaranglar. Mana mush peshga urutib, bu yana evitlar. Agar bu yanni yana o'sha parchalar olib qolsam, shu o'tirg'lam bir uriblam, qarsanglar chiqadi yoki bo'lmasa chaydoldan urvasanlar bo'laveradi. Endi shu ursanglar mushaqda bo'ladigan tumu deymiz, qandoqlarni kesib elitimiz, ha. Ma film sal uzunroq chiqib qolgan bo'ldi, lekin tafsilroq chiqarib ko'rsatay. Shu o'zinglar qo'l silib bir sinab qilgan qarindoshlar sinab qilsanlar bo'ldi. Oildabek qo'llanishchan hamma odam bilish tinch ishlar shu. Endi biz qo'g'on chiqiramiz. Qo'g'on chiqargan neydi qilamiz deganda, qo'g'onning beqini mana shu past qarsanglar, shu umurtqa bilan qo'g'onning eng oxirgi mush yanı ursanglar nayeti oddiy chiqdi. Oson chiqdi. Yan urib olamiz. Qo'ysa cho'ngroq olib qolsa qayt uringlar. Qayt ursanglar ishtik chiqdi. Bir libosdoq mana chiqdi degan gap. Ma'nomi o'xshash. Umurtqaning beqiniga. Mana ursanglar bo'ldi. Urib bo'p buni bassanglar bo'lmi chiqdi. Endi qanday qilamiz deganda mana elvatdoq boy qo'g'ini chiqargan vaqtimizda, oldiqon chiqargan vaqtimizda, mana qo'g'iningki past tarafda chiqqan bez va men shuni so'zimni atib o'tib qoldim.
Burunda filmi ko'rgan qarindoshlar bo'lsa, his qilib o'g'ay. Mana. Mashadan bir tane emas, ikki tal bez chiqadi. Endi ma qonni evetli. Endi buni qozon salg'an vaqtida mashina sasonlan bo'ldi va yoki 2 dan yo 3 dan yo 4 dan ajratib bevas qozon salvasanlar bo'lardi. Buni endi ayrim chiqarishman so'zimsan bularga deb o'ylayman. Bu pichoq salg'an vaqtinglarda bek yonda bursizlar. Yon tualetda. Tadvatsiz qofqami? Ha. Eng og'risi bo'lsa besvasanlar chiqdi. Mana. Chiqarib bo'lgandan keyin buni o'xshash qandoqlarni aytamiz. Böyle bekep, maşanın çıkan işgal bez var. Maşı manike sanlar çıktı. Oldu. Emdeki meşgulat ne mi degende bel, yanlış yerde deyimiz. Maşını açıp çıkartımız. Bu çıkan vaktimizde bu yerki bez nereden çıkıyor degende del maşının 100'den çıkıyor. Maşı 100'den çıkıyor. Maşını kırıp eli ve sanlar oldu. Nurullah uşaq bezler meşen çıkdı. Muş meşgulatını paks ep basanlar. Kuşanlarına ait paks alette parçalangan buluduk arkadaşlar. Emdi şu belini nereden kesip açışını bilen misanlar? Naydı epçilik solunu böyle ötüp koyay. Ben tatafkım. Ma göğüş koy, muş göğüşünü kesinlar. Kesiversanlar ma ak tügüncünü görünler ma. Halıgan ya mayaga uğramışlar ya ki bir şey ursanlar bu acaydı. Emeliyatta bu qo'yilishni parchalash oddiy ish. Har bir bo'lakini bo'g'imini topib olsanglar, shu yerga lamkin ursanglar, o'zligidan majol chiqadi. Endi ma'ni boya pichoq o'g'an o'xshash har bir bo'lakidan kessanglar bu ajraydi. Buni endi birdan o'zatmasam bularga deyman. Mana shuna ajratib olsanglar bo'ldi. Endi otlab ketdik yana. Demak, oqsan. Ana aqsanın müşahalatda tayaqqanikin bu ne? O'ttirni ish qilibdilar. Mana. O'g'an vaqtimizda bek o'ttirdan yerishni o'qamay qolsanglar, men 2 futni tatib o'tgandan keyin bir siziq bo'ladi. Hech bo'lmasa chiviqni beqini ursanglar ajraydi. Mana shuni men deb beray. Buni ajratib olgandan keyin ma qaranglar. Ma'lum paqlan qanday qilsak ishni chiqadi. Endi ishga yashab mal bo'lib qolsa yoki to'yash mal bo'lib qolsa bu qandoq ajratimiz deganda bir masala keldi deydi. Men yaqin tutmoqam. Mana ma chichonni mush beqindirib kirib ursanglar go'sht va mush go'shtni ajratib chiqarasanlar bo'ldi. Masalan mana ma chichon hozir. Mana mushlarni ajratib chiqarasanlar chiqadi. Chiqdi. Endi bunun bezlenishini so'zlaylik. Ma pesh, qaranglar. Ma peshninki mishan kessanglar. Mishamda bez chiqdi. Odatda bu bezning rangi kulrang bo'ldi. Go'shtning rangiga cho'rt o'xshamaydi. Ishtik topalasizlar. Bek bilamizsanlarmi shu may? Qayerda may bo'lib qolsa kesib yiqinglar. Ko'pincha ahvolda shu mayning orasida bo'ladi. Mana ma peshni qarasanglar, mana bu yerda bitta bez bor. Ana bu yerga bez börek mayni evitib to'q, börek may qanjiq bo'lsa, shundan orqadan jiq bo'ladi ham o'shalga bez. Buni evetgandan keyin mayan ko'ringlarmi? Mashadan birisi bo'ldi. Ko'pincha ahvolda bo'ldi. Nay kichik bo'ldi. Mashinaga diqqat qilib qo'ysanglar bo'ldi. Ko'pincha ahvol so'zlanmaydi o'sha. Ondan şu oynuğu suyana işidiki bez. Yoki şu qozonning orasidan chiqqan bir bez bor. Buni cho'qim yerib olmasak mı? Chichonni beqini mishan kesgan vaqtimizda bu chiqdi. Ko'pincha ahvolda bu yani yerib olmasak, ishib bir bez qoldi deb so'zlaydi. Amaliyotda bezni mishan evatga bo'ldi. Cho'qim bu tubaz yer etish nasib emas.
Masli ep ko'rsatib qo'yay ya. Mana. Bu cho'ng emas. Mashalat chiqadi. Ananiga mush qozonning ishidagi shu maylarni ilib solamish edim, ajmuchum bezlar chiqdi. Bu tugagandan keyin mana tuklarni yotaylik. Qarab baxlangan bu. Endi shu qozon suyini chiqariladi buni. Qozon suyini chiqargan chaqda mana shu qozon suyini oldi debki urimiz asfaltni. Urib chiqarib bo'lgandan keyin qaranglar. Ma o'ynoq suyini ko'ringlarmi? Mashina ichi ursizlar. Ichi urib bo'lgandan keyin mana cho'yildirib kelib yan vursanglar chiqadi mana. Ham yana ko'pincha qolgan bir gap bor. Mush pay. Mushni evitinglar deydigan. Endi buni nima sababdan evitinglar deydi? Men hozir uqib olamadim. Mushni bildirganlar bo'lsa, mana bir o'zinglarniki tushunsin deb bersanglar. Biz bu o'rganish bosqichida biz mana uqimiz demaymiz. Anandan sert shu oqsanning go'shtini elishni oddiy. Mana shu jumloq go'shtni tutsizlar, bazı yandab ursizlar sotni. Endi yetlik qozon saldigan ahvollar bo'ldi, shuni bek parislik qilmaymiz. Mashalat ursanlar, mana go'sht chiqdi. Mashalat go'sht chiqdi. Endi mamayni ko'ringlarmi? Mush bezni evitimiz. Endi ma bez nereden chiqdi degan bir savolga men javob beray. Bu bez qaysi bez deganda? Ma pay. Payninki mana shu yani. Udlab tushasanlar. Shu. Mush bezni boy bez mandaq olmay chiliqib chiqaveradiq degan gap, chiqaveradiq. Endi ma o chiqtal bazı arif uchun mana ikkisidan egildigan. Egildigan yo'limiz. Mashallah. Parçalash mushalatda bo'lsa bo'ladi. Anandan keyin ma chiviq. Buni yutimiz. Olgan vaqtimizda diqqat qilinglar. Yig'aklab qo'ying. Mishat üzvestek bo'ldi, lekin amal bor. Bir cho'g'ilib kelib. Mana yutinglar qarindoshlar. Mashina yutinglar. Yani davomliq oqsanniki bez boya surildi. Baş kensandan nedan chiqqan bo'lsa, mashinada shu yerdan chiqadi hamda evetlar. Bek tafsilli so'zlab ketmasak, bunlarcha bilasizlar. Qarvetdik. Mana yerdan bez chiqdi, yo'g'on bezdan biz chiqdi. Buni elib etgandan keyin yani mayadan bayıq ağsanam yana bez chiqmay shundami? Mana chiqdi. Ko'pincha ahvolda mishak mayni pakti emma ahvolda chiqdi o'sha. Bu tugagandan keyin bir bastok Paris tutlam keyin mana oqib o'tkazimiz talasiz qo'y. Bek shunga yonib o'tmasak bo'ldi. Shunga qancha bek yonib o'tsanglar shuncha Paris chiqdi. Sho'rib qolgan vaqtimizda go'sht yo'q bo'lib qoldi. Mana. Yani bunun bayağı o'xshash piqotasi bo'ldi. Yani bu acı gayret dedim şey şu. Mana
oilada mushodatda paylaşılvasanlar bo'ladi. Qanday biladinglarmi? Biladigan bo'lsanglar bir raqamni bilamizsanglar, yani bilamdinglar. Shundan qarta bizga seshan qilsanglar yoki bo'lmasa xat qoldirib qo'ysanglar, biz shundan qarta tushunch bersak bo'ladi. Keyin to'shaylar.